O'zi hayit yaqin, ishim ko'p, vaqtim yo'q deydiganlar uchun xamir qormasdan, yoymasdan, mantiqasqonni ham yo'q qilmasdan bir lagan somsa bilan xonimni qanaqa pishirganim haqida gapirib beraman. Tavaga bir dona yog' solib, bir cho'mich piyoz qo'shib, tillarang qilib qovurib, bir osh qoshiq tomat solib, yana qovurib, 1 litr suv qo'yib, 1 choy qoshiq tuz va 1 osh qoshiq shakar solib, biqillatib qaynatib qo'yamiz. O'zingizni qo'yingizdagidek xonim qiymasini tayyorlab, yaxshilab aralashtirib, torinoni tayyor lavash xamirlarini ochib, o'rtasiga yog' surib, qiymalardan solib, shunaqa zich qilib o'rab, qaynayotgan sousni bizga solib, ustidan tomatli souslarni quyib, qopqog'ini yopib dimlab qo'yamiz. Souslarga bo'kib xonimim pishguncha torinoni tayyor ochilgan somsa xamirlardan 20 daqiqada 20 dona somsani bir pasda pishirib tashladim. Siz ham somsalaringiz ishib po'mpillab chiqishi uchun qo'limga e'tibor bilan qarab, somsani qanaqa tugish kerakligini o'rganib oling. Uchburchak tugilgan somsani chetini yana bir marta shunaqa tortib tugsiz, somsangiz parashyut deyishadi. Bu orada o'zini tomatli souslar bilan birga skоворodkadagi xonimimiz ham tayyor. Xohlasanglar karslarga o'xshab skоворodkasi bilan dasturxonga tortsanglar ham bo'ladi. Shunaqangi mazali, sochli, yumshoqqina ranglariga bo'lsa gap bo'lishi mumkin emas. Torino somsa xamirlariga bo'lsa alohida 10 ball. Xamirlari og'izda erib ketar ekan. Sizlar ham albatta tayyorlab ko'ringlar.